Haqiqatan bir odamni uyiga usta borsa-yu, uyda egasi talab qilgandek sifatli ishni bajarmasdan xohlagani qilib turib, yana yaxshi bir maoshni kutayotgan usta tentay bo'lganidek, Robbisining buyrug'iga intilmasdan turib rahmatidan umid qilgan kishi mana shunday tentay bo'ladi. Ulamolar aytishadi: "Ey banda, dunyoda 3 dirham uchun qo'l kesishlikka Alloh taolo buyurdi. Shariatda 3 dirhamlik narsani o'g'irlagan bo'lsa inson qo'lini kesishlikka buyurdi. Dunyoda shu kunday 3 dirham uchun qo'lini kesishga buyurgan Parvardigorni oxiratda azobi qanday bo'ladi o'ylab ko'rgin." Hasan Basriga odamlar: "Siz ko'p yig'layotganingizni ko'ramiz. Nimaga ko'p yig'laysiz?" U kishi tobiinlarning sayyidlaridan bo'lgan. Aytadiki, qiyomat kunida Parvardigorim menga parvo qilmasdan meni jahannamga uloqtirib tashlab, rahmatidan chiqarib, jahannamga uloqtirib tashlashligidan xavotirdaman deydi. Qarang, bu kishi Baytul Nubuvada Rasulullohning uyida tarbiya topgan kishi. Tobiin bo'lishiga qaramasdan, ulug' zot bo'lishiga qaramasdan xavotirda turibdiki, shuncha savob ishlarni qiladi, buyruqlarni qiladi, qaytarganlardan qaytadi. Lekin shu kishi qo'rqyapti, agar Alloh xohlasa, menga parvo qilmay jahannamga uloqtirib tashlashi mumkin. Siz bilan bizda Hasan Basriyning yarim amali bormi? Ondan bir ilmi bormi? Shu kishi shunday xavotirda turgan paytda siz bilan biz umuman xotirjam bo'lmasligimiz kerak bo'ladi. Yana Hasan Basriy aytadi, yana odamlarning shunday o'yinlari borki, shunday odamlar borki, Alloh kechiradi, Allohning karami keng deb umid qiladi-da, tavba qilmasdan dunyodan chiqib ketadi. Boshqacharoq qilib aytsak, ulgiyman deydi. Yoshman hali deydi. Deydi-da, tavba qilishiga ulgurmasdan dunyodan chiqib ketadi. Endi dunyodan umid qilib Allohdan, lekin birorta ibodat qilmasdan chiqib ketgan odamdan nimaga bunday qiluvding desa aytadiki, men deydi Parvardigorim haqida to'g'ri gumonda edim deydi. Hasan Basriy aytadi, yolg'on gapirdi bu odam deydi. Chunki Robbisi haqida to'g'ri gumonda bo'lganida, Robbisining rahmatidan haqiqatan umidvor bo'lganida Allohning buyruqlariga albatta bo'yin sunishligi kerak edi. Allohning rahmatidan umid qilganlar roza tutyapti hozir. Allohning marhamatidan umid qilganlar masjidlarni obod qilib, tilovat Qur'onga so'may bo'lib turishibdi. O'zim o'qiy olmasam ham eshitib shu savobga ega bo'lay deganlar masjidga kelyapti. Biz ham dilimizda bor deyotganlar u faqat da'vo. Hasan Basriydan odamlar so'rashdi. Shunday bir majlislar bor. So'rashyapti Hasan Basriydan. Shunday bir majlislar bor. U majlisda o'tirgan ba'zi kishilar bizni shunday qo'rqitadi gapirib, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Nima qilamiz bunaqa majlislarni? Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi? Hasan Basriy javob berib aytdi: "Vallohi, oxiri omonlikka olib boruvchi qo'rquvni qalbingga solgan kishilar bilan o'tirishing, oxiri halokatga olib boruvchi xotirjamlikni beradigan kishilarning suhbatdan ko'ra afzalroqdir." Bir odamlarki gapirib seni qo'rqitadi. Lekin mana shu qo'rquv seni oxiratda omonlikka olib chiqadi. Mana shu qo'rquv yaxshi. Endi bir majlis, bir odamlar borki, senga gapirib, qalbingga xotirjamlik solib qo'yadi. Lekin bu xotirjamlik seni oxiratda xatarga solib qo'yadi. Yozsan, uka, ulguysan. Hech shoshilma. Endi 30 ga kiribsan, endi 20 ga kiribsan. Ulguysan, hech xijolat bo'lma. Mana, palonchini ham qara, yurib oxirida zo'r bo'lib mana ibodat ustida ketdi. Bunaqa qalbingga xotirjam berib turib, oxiratda xatarga qo'yadigan odamlar bilan o'tirganingdan ko'ra, oxiratdan gapirib seni qo'rqitib, lekin mana shu qo'rquvning natijasida xotirjamlikka olib boradigan odamlarning majlisi senga afzalroq dedi. Shunaliga kimlar bilan o'tiribmiz, kimlar bilan do'st tutyapmiz, kimlarning suhbatiga intilyapmiz, mana shu narsaga bir diqqat qilib qo'yaylik. Insonni Allohning rahmatidan umid qilishlikka mo'min kishini da'vat qiladigan hadislar juda ko'p. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohning makridan doim xavotirda turishlikka kerak da'vat qiladigan hadislar ham bor. Mana bir qanchalarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sahihaynda keltirilgan, qiyomat kunida dedi payg'ambarimiz, bir kishi olib kelinadi. Jahannamga uloqtiriladi. Jahannamga tushadi, ichi shovolari tashqariga chiqib ketadi. Sahihayndan bu hadis. Xuddi eshak
tegirmonda aylantirganda doira bo'lib aylanib yurgandek, ichaklarning atrofida aylanadi jahannamda. Jahannam ahllari uni ko'rib, falonchi, siz nima qilyapsiz bu yerda? Sizga nima bo'ldi? Axir siz bizni yaxshilikka buyurdingiz, yomonlikdan qaytarar edingiz. Nima bo'ldi sizga?" deydi. U kishi aytadi, "Men sizlarga yaxshilikni qilinglar deb aytardim, o'zim qilmas edim. Yomonliklardan qaytarar edim sizlarni, o'zim qilaverardim." Endi qaranglar, siz o'zingiz buyurayotgan yaxshilikni qanchasiga o'zingiz amal qila olyapsiz? Yolg'iz qolganingizda va o'zingiz qaytarayotgan yomonlikni qanchasidan o'zingiz avval qayta olyapsiz? Bu hadisni o'ylasiz, qo'rqib ketasiz. Yana bir hadis, Imom Ahmadning sahihlarida keltirilgan. Abu Rafi roziyallohu anhu payg'ambarimiz bilan Baqiy qabristonidan o'tib ketishyapti. Shunda payg'ambarimiz "Uf senga" dedi. Ya'ni "Suf senga" dedi. Abu Rafi "Menga aytyapti shekilli" deb turdim deydi. Payg'ambarimiz "Yo'q, sizga emas" dedi. Bu dedi bir qabrni ko'rsatadi. Falonchining qabri. Bu falonchining qabri. Men uni falon qabilaga so'i qilib yuborgan edim. Ya'ni zakotdan yig'ib kelishlik yoki qandaydir bir omonatni olib kelishlik uchun jo'natgan edim. Omonatni olib kelyapti, u xiyonat qilgan edi. Bitta xiyonat qilgan edi. Mana shu qilgan xiyonatchalik o'tga o'ralib yotibdi qabrida dedi. Baqiy qabristonida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasida turgan bu kishi, lekin bitta xiyonati bilan qabrida xiyonatchalik o'tga o'ralib yotibdi dedi. Bu nima degani? Allohning rahmatidan umid qilaylik, gunohlardan tiyilaylik, ibodatga shoshilaylik. Chunki bitta ishingiz bilan ketib qolishingiz mumkin. Yana Imom Ahmadning sahihlarida keltiriladi. Payg'ambarimiz ko'p vaqt duo qilardilar. Ey qalblarni burib qo'yuvchi zot, qalbimni diningga sobit qilgin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Qalblarni burib qo'yuvchi zot, meni qalbimni diningga sobit qilgin deb ko'p duo qilar edi. Va albatta payg'ambarimiz bu duoni qilganlaridan keyin sahobalar ergashishar edi. Sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizni qalbimizni burilib ketishidan xavotirdamisiz?" Sizni ko'rdik, orqangizda yuribmiz, nima desangiz qilyapmiz, Qur'onga iymon keltirdik. Yana biz qalbimiz burilib ketishi mumkinmi? Bizga savol hammamizga bu, o'ylantirish kerak bu narsa. Biz payg'ambarni ko'rmadik sollallohu alayhi vasallam. Mana shu ishlarda hammasini ko'rgan sahobalar so'rashyapti. Biz aynib ketishimiz mumkinmi? Payg'ambarimiz aytdilar, "Ha" dedilar. Bizdan xavotirdamisiz? Ha. Albatta qalblar dedi payg'ambarimiz. Alloh taoloning barmoqlaridan ikki barmog'ining o'rtasida turadi. Butun insonlarning qalblari, butun qalblar Allohning ikki barmog'i o'rtasida turadi. Xohlagan tomonga burib qo'yadi. Shuning uchun duo qilaylikki, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal vahhab. Parvardigor, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagin. O'zing huzuringdan bizga rahmat bergin. Bu hadisni eshitganingizda yana bir cho'chiysiz. Allohning rahmatidan umid qilamiz, lekin ibodatga ko'proq shoshligimiz kerak bo'ladi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan bu hadis ham Ibn Umar roziyallohu anhudan kim o'zini o'zi nafsida bir ulug' sanasa, yurishida kerilib yursa, o'zingizga o'z baho berib qolasiz-ku, hech kimga bildirmadingiz. Shayton avvalsiz qilayotgan savobli amalga riyoni, sum'ani, shirkni kirgizishga harakat qiladi. Ko'rsatib qol deydi, qilganingni aytib qo'y deydi. Endi uddasidan chiqa olmadi. Hech kimga bildirmasdan bir xayrli ish qilganingizdan keyin, "Xo'yli, hech kimga bildirmading-a?" deb turib o'jublab qo'yadi. Inson o'ziga o'zi baho berib qolishligi. Kim o'zini o'zi nafsida ulug' sanasa, yurishida kerilib yursa, u Allohga ro'baro bo'ladigan kunda Alloh undan g'azablangan holda bo'ladi. O'zingizga bir marta baho berib qo'ysangiz, ozgina kekkayib, kerilib yurib qo'ysangiz, Alloh g'azab bilan sizni kutib oladigan bo'lsa, Allohning rahmi kelsin.
Bu mavzudagi hadislar juda ham ko'p. O'zini isloh qilmoqchi bo'lgan odam Allohning rahmatiga bo'lgan umidga suyanib qolmasligi kerak. Va mana shu ma'nolardan g'ofil bo'lmasligi kerak. O'zini gunohlar yo'liga qoldirmasligi kerak. Inson nimani ustida tug'ilgan bo'lsa, shu narsani ustida yashaydi. Nimani ustida yashagan bo'lsa, shu narsani ustida vafot topadi. Nimani ustida vafot topgan bo'lsa, shu narsani ustida kiriladi. Halollikni, iymonni, ixlosni ustida tug'ilgan bo'lsa, shuni ustida yashaydi. Nimani ustida yashagan bo'lsa, shuni ustida jon taslim qiladi. Nimani ustida jon taslim qilgan bo'lsa, qiyomatda shu narsani ustida tiriladi. Darsimizning nihoyasida Abul Vafo ibn Aqil aytadiki, hushyor bo'linglar. Faqat rahmatga, faqat Allohning kechirishiga umid bilan aldanib qolmanglar. Chunki 3 dirham uchun qo'l kesildi. Ozgina ichilgan aroq uchun darra uriladi. Bitta mushukni qamab qo'yib azoblaganligi uchun bir ayol jahannamga kirib ketdi. Bitta mushuk dedi. Bitta mushukni qamab qo'yganligi uchun jahannamga kirib ketdi. Shahid bo'ldi bitta odam. Xaybar g'azotida shahid bo'ldi. O'ljalar tushdi. Hali taqsim qilinmasdan turib, ustiga bitta narsani olib kiyib oldi. Payg'ambarimiz o'lgandan keyin shahid bo'lganiga qaramasdan jahannamda dedi. Hamda bitta pashshanida bitta odam jannatga kirdi. Va bitta pashshanida bir odam beparvolik bilan jahannamga ketdi. Bir mushrik qavmda oldidan qanaqa bir musofir o'tsa, shu mushrik qavm o'zi sig'inadigan butga qurbonlik qildirmasdan o'tkazmas edi. Bir musofir keldi. Bizni mana bu olihamizga qurbonlik qilasan, keyin o'tasan dedi. Qurbonlik qiladigan hech narsami yo'q dedi. To'g'ri, bitta pashani tutib bo'lsa ham qurbonlik qilib qo'ydi. Bitta pashani tutdi, o'sha olihasini atini aytib ezib o'ldirib qo'ydi. Jahannamga ketdi. Parvo qilmasdan qildi bu ishni, e'tibor qiling. Yana bir kishi keldi. Unga ham shu narsa aytilganda qurbonlik qilmasligini aytdi. Chunki qurbonlik ibodat, Allohga qilinadi. Uni qatl qilishdi, bitta pashanida mana shu kishi jannatga kirdi. Darsimizning nihoyasi, xulosa, Allohning rahmatidan haqiqiy umid qilgan odamlar Allohning buyruqlarini bajarib, qaytargan qaytarulardan qaytgan kishi bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.